Puli arzonroq bo'lsin degan aka-opalarimiz uchun maxsus ikkinchi etajda 2 xonali kvartira topib qo'yganmiz. Puli o'ta arzon. Xudo xolasa manzilimiz stansiyada ikkinchi maktabdan oldin kirganda bog'chani orqa tomonida joylashgan ikkinchi etajdagi 2 xonali kvartiramiz sotiladi. Bu yerda alohida kladovkalari ham bor. Keng bemalol bu yerda narsalarni foydalansalar bo'ladi. Xolasalarning uzumlari ham bor. Dehqonchilik qilib dam oladigan zo'r joy. O'tkazib yubormasdan bittadan like bosinglar, ichkarilarini ko'ramiz, ketdik. Do'stlar, ko'rib turibsizlar, bu yerda holi bor ekan. Kirganimizda o'ng qo'lda sanuzel, bir qator o'zlariga moslab remont qilsalar ham bo'ladi va bu tomonimizda spalniy xonamiz. O'zlariga moslashib olgan ekan, televizorlar, konditsionerlar ilib, egalari o'zlari olib chiqib ketadi uni. Va bu tomonimizda mehmonxona ham kengina holatda ko'rib turibsizlar. Olgan remontlari ham normal, yorilgan, chizilgan joylari yo'q. Va bu tomonimizda oshxonamiz, bemalol oilalar bilan o'tirib choy-poy ichgan yaxshi holatda. Va bu tomonimizda 6 metrlik verandamiz mavjud. 6 metrli veranda, bemalol xudo xolasa bu yerda ham o'tirib choy-poy ichsa bo'ladi. Kuxunli mebellar, gazlar qo'yib qo'yishgan ekan o'zlariga moslab. Xullas olib yashasiz bo'ladigan zo'r uy xudo xolasa. Ushbu uyning narxini atiga 10.900 so'ralyapti. Zudlik bilan telefon qilaverasizlar, bittadan like bosib do'stlarimizga jo'natib qo'yamiz.